O'zbekistonda yer uchastkasidan tegishli hujjatlarsiz foydalanganlik uchun jismoniy shaxslardan undirib kelingan 3 barobarlik yer solig'i tartibi rasman bekor qilindi. Yangi qonun talablariga muvofiq 2020-yil 1-yanvardan to 2024-yil 1-iyungacha bo'lgan davr oralig'ida hisoblangan mana shu 3 karralik soliq summalari qayta hisob-kitob qilinib, fuqarolarga qaytarib berilishi belgilandi. Rasmiy idoralar, xususan Soliq qo'mitasi vakillari ushbu qadamni birinchi navbatda aholiga yengillik yaratish, asrlar yoki yillar davomida avloddan avlodga meros bo'lib o'tib kelayotgan, ammo rasmiy hujjati bo'lmagan yer egalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlamoqdalar. Ushbu moliyaviy amnistiyaning asl mazmunini va unga zamin yaratgan qonunchilik asoslarini aniq misollar bilan odamlarga batafsil ochib berish lozim. Avvalo, bu kutilmagan va og'ir 3 karralik soliq majburiyati o'zi qayerdan paydo bo'lgan edi degan haqli savolga to'xtab o'tish zarur. Bu tartib aslida O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 30-dekabrda qabul qilingan ORQ 599-sonli qonuni bilan yangi tahrirda tasdiqlangan va 2020-yil 1-yanvardan kuchga kirgan Soliq kodeksi asosida hayotimizga kirib kelgan edi. Ushbu kodeksning tegishli moddalariga xususan, jismoniy shaxslardan undiriladigan yer solig'iga oid qismiga muvofiq, yer uchastkalaridan hujjatlarsiz yoxud yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlarda ko'rsatilganidan kattaroq hajmda foydalanilgan taqdirda, yer solig'i belgilangan stavkaning 3 barobari miqdorida hisoblanishi belgilab qo'yildi. Davlat ushbu normani kiritishdan ko'zlagan rasmiy maqsadi yerlarning o'z boshimchalik bilan egallab olinishining oldini olish va aholini o'z mulklarini tezroq davlat ro'yxatidan o'tkazishga majbur qiluvchi ta'sir chorasi sifatida qo'llash edi. Biroq 2020-yilda amaliyotga kiritilgan ushbu jazo solig'i tizimi kutilgan natijani bermadi, balki aksincha, aholi o'rtasida sun'iy ravishda ulkan soliq qarzdorliklarini yuzaga keltirdi. Masalan, bir fuqaroning otasidan qolgan hovlisi bor, lekin yillar davomida unga kadastr hujjati olinmagan. Ushbu kodeks normasi kuchga kirgach, unga oddiy yer solig'i o'rniga 3 barobar ko'p majburiyat yuklana boshladi. Natijada fuqaro mulkini rasmiylashtirish uchun davlat idorasiga borishdan battar qo'rqadigan bo'ldi. Chunki borishi bilan undan o'tgan yillar uchun to'planib qolgan mana shu ulkan 3 karralik qarzdorlikni to'lash talab qilinar edi. Davlat mana shu to'siq sababli millionlab yerlar ro'yxatdan o'tmay soyada qolayotganini va byudjetga hech qanday barqaror mablag' tushmayotganini anglab yetdi. Shu sababli prezidentning 2023-yildagi 192-sonli farmoni va keyinchalik Soliq kodeksining 483-moddasiga kiritilgan o'zgartirishlar bilan ushbu og'ir tartib ma'lum bir davr uchun bekor qilindi va eski qarzlarni kechish orqali aholini tizimga jalb qilish yo'li tanlandi. Diqqat qilish lozimki, Soliq kodeksidagi 3 karralik soliq undirish konsepsiyasi butunlay yo'q qilingani yo'q. U faqat 2020-yil boshidan 2024-yil o'rtasigacha bo'lgan ma'lum bir davr uchungina kuchini yo'qotdi. 2024-yil iyunidan keyingi davr uchun esa bu jazo chorasi hanuz amalda va 2018-yildan keyin noqonuniy egallab olingan yangi yer uchastkalariga nisbatan undirilishi davom etadi. Davlat fuqaroga qisqa muddatli imkoniyat oynasini taqdim etyapti. Unga ko'ra, fuqaro eski virtual qarzlardan qutuladi yoki pulini qaytarib oladi. Lekin buning evaziga u 937-sonli yangi qonun doirasida o'z mulkini tezroq rasmiy ro'yxatdan o'tkazishi kerak. Sizning mulkingiz rasmiylashgan kundan boshlab, siz davlatning doimiy yer va mol-mulk solig'i to'lovchisiga aylanasiz. Davlat kodeks orqali bir martalik katta jarima solishdan voz kechib, sizni umrbodlik muntazam soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatga oladi. Yana bir misol, qonunchilikka kiritilgan byurokratik yengilliklarda ko'rinadi. Yangi tartibga binoan, bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobarigacha, ya'ni 12 million so'mdan ortiq soliq qarzi bo'lgan fuqarolarga ham yerga bo'lgan huquqni e'tirof etish bo'yicha ijobiy xulosa beriladigan bo'ldi. Ilgari atigi 1000 so'm qarzi bor insonning ham hujjat ishlari to'xtab qolgan bo'lsa, endi davlat mayli, 12 milliongacha qarzing bo'lsa ham hujjatingni olaver, keyinroq to'larsan demoqda. Bu iltifot ortidagi maqsad ham bitta: jarayonni maksimal darajada tezlashtirish. Chunki hujjatsiz yerdan soliq undirish qiyin va murakkab. Ammo kadastr hujjati qo'liga teggan fuqarodan mulk egasi sifatida soliq undirish qonunan muqarrardir. Qonundagi eng qiziq va ayyorlik qilingan joyi pulni qaytarish mexanizmidir. Soliq idorasi vakillari ochiq tan olganlaridek, qayta hisoblangan mablag'lar fuqaroning qo'liga naqd pul yoki plastik kartasiga to'g'ridan-to'g'ri tushmaydi. Birinchi navbatda, ushbu ortiqcha to'langan mablag' fuqaroning boshqa turdagi soliqlari, masalan, mol-mulk solig'idan qarzdorligi bo'lsa, o'shani yopishga avtomatik ravishda yo'naltiriladi. Agar unda ham qarzi bo'lmasa,
kelgusi yillarning soliq to'lovlari uchun band qilinadi va faqat alohida ariza berilgan taqdirdagina qaytarilishi mumkin. Bu degani, davlat byudjetidan real pul oqimi chiqib ketmaydi, balki tizim ichida ulkan bir o'zaro virtual hisob-kitob operatsiyasi amalga oshiriladi xolos. Biroq bu jarayonda millionlab insonlar soliq ilovalarini yuklab olib, o'zlari va yaqinlarining shaxsiy identifikatsiya raqamlarini PINFL tizimga kiritishga majbur bo'ladilar va shu tariqa to'liq raqamli nazorat ostiga o'tadilar. Xalqqa soliqlarni qaytarish sifatida taqdim etilgan bu tadbir asl mohiyatiga ko'ra davlatning uzoq muddatli strategik iqtisodiy manfaatlarini ta'minlash, yashirin mulklarni ommaviy legallashtirish va muqarrar soliq bazasini kengaytirishga qaratilgan puxta o'ylangan makkorlikdir. Kapitalizm sharoitida davlatning asosiy vazifasi inson muammolarini hal qilish emas, balki turli xil bevosita va bilvosita soliqlar, jarimalar va sun'iy to'lovlar zanjiri orqali oddiy xalqning tinkasini quritib, ularning topgan tutganini shilib olishdir. Bir tomondan soliqni kechgandek bo'lib, ikkinchi tomondan raqamli nazorat va yangi majburiyatlar yuklash siyosatidir. Bunday tuban va zo'ravon iqtisodiy tizim o'rniga insoniyat uchun yagona adolatli tuzum bu islom nizomidir. Islom davlati o'z fuqarolarini doimiy moliyaviy bosim va soliq qarmoqlari bilan ov qilmaydi, chunki buni Alloh harom qilgan. Uqba ibn Omirdan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitdim. Maks sohibi, nohaq soliq soluvchi jannatga kirmaydi. Shunga ko'ra, islomdagi iqtisod nizomi tatbiq qilinsagina, hozirgi zolim rejimlar har turli hiyla nayranglar bilan odamlarni soliq qopqoniga ilintirishlaridan omonda bo'lamiz.